Doktor tinchlikmi? Nima bo'ldi? Onamning mazalari yaxshimi? Ukam onangiz asralmadi, bandachilik ekan. Alloh sabr bersin. Nima? Nima bo'ldi bolam? Ona, bir g'alati tush ko'rdim hozir. Tushimda bu dunyoni tark etgan edingiz, javobsiz savol bo'lsa-da so'rayman shuni. Nega bu holatda tushimga kirdingiz? To'g'ri, chidamliman, bardoshim kuchli, ammo bu sinovga kuchim yetmaydi. Allohim duoyimni ijobat qilgin. U dunyoga onam mendan oldin ketmaydi. Bu uchun roziman hamma sinovga, omadsizlik doimo qarshimda yursin. Borligim kasal bo'lmay chaqirganimda har doim yonimda jilmayib tursin. So'z bering onajonim, kasal bo'lmaysiz. Pulim bo'lmasa-da meni sevuvchi onam, bu dunyoda mendan ko'ra oldin o'lmaysiz. Men uchun jonini beruvchi onam. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang.